Assalomu alaykum, hurmatli aziz o'quvchilar. Bugungi mavzumiz bir o'zgaruvchi funksiya hosilasi va differensial yuqori tartibli hosila va uning differensiali. Demak, hosila bizga nima uchun kerak? Hosila qayerda ishlatamiz? Avvalo shu haqida aytib o'tsak, hosilamiz juda ko'p texnika sanoatlarda kerak bo'ladi. Masalan, fan va texnikada, zavod fabrikalarda, iqtisodiyotda, xo'sh, fizikada misol uchun aytaylik, jism harakatining o'zgarishi, tezlanish o'zgarishi, biologiya, ximiya yo'nalishlarida, demak, molekulalarni harakatlarida kuzatish mumkin. Sanoatda, iqtisodda, iqtisodiyotda o'sishi, kamayishi shu masalalarda, shunaqa tipi masalalarni yechishda bizga hosila asb o'tadi. Demak, bu quyidagi misolni ko'rib chiqayotgan bo'lsak, vaqtdagi ishlab chiqarish demak, ishlab chiqarish funksiyasi beriladi. Bu yerda Q barobar 100t minus 1 taqsim 30 t kub formlar yordamida bog'langan bo'lsa, bu yerda demak, 5 birlik vaqtda va ikkita shart beryapti. Bimiz esa 10 birlik vaqtda mehnat unumdorligini aniqlash bizdan talab qilinyapti. Demak, buning uchun nima qilamiz? Buning uchun berilgan funksiyadan biz t bo'yicha demak hosila olamiz. Demak, t bo'yicha hosil olsak berilgan funksiyadan bilamizki, t normal parametr sifatida kelyapti. Demak, t ni hosilasi bizga demak 100 minus demak t pastga tushadi. 3-daraja 30 bilan qisqarsa 1 taqsim 10 t kvadrat bo'ladi. Endi natijada 5 birlik vaqt oralig'idan olib qo'yayotgan bo'lsak, mana tni kvadrat o'rniga 5 deb qo'ysak, 5 kvadrati demak 25, 25 ni 10 ga bo'lsak, xo'sh, 2,5 bo'ladi. Ya'ni 100 dan 2,5 bersak, 95,4 bo'ladi. Xo'sh, endi xuddi shu jarayonda t teng 10 birlik 10 vaqt birligida olib qo'ysak, endi bu yerda albatta vaqt birligi sifatida kelyapti u. 5 soatda 5 kundir yoki 10 soatda 10 kundir shu vaqt birligi sifatida. Bundan ham hosilaga olingan, ya'ni hozir kelib hisob-kitobini qilsak, bunda esa to'xtam chiqayapti. Xo'sh, ana endi yana bir misolni qarab o'tadigan bo'lsak, bizga fx teng x darajasi 4 funksiya uchun deyapti. Demak, -1 segmentda rol terimasini tadbiq etish mumkinmi? Xo'sh, demak, yechish. fx funksiya uchun rol terimasining birinchi sharti bajarildi. Ya'ni fx funksiya -1 ya'ni oralig'da uzluksiz. Demak, xo'sh, ikkinchisi fx funksiya uchun deyapti. Ikkinchi shart ham bajariladi. Ya'ni hosilasi mavjud. Ya'ni hosilasi olayotgan bo'lsak, bundan x kub hosil bo'ladi. Shu uchinchi shart esa fx funksiya uchun demak, -1 oralig'da, ya'ni qiymatlarni olib qo'yganimizda demak 1 taqsim 4 tenglik o'rnida bo'lyapti. Shu bu yerda esa rol terimasi o'rnida, demak, rol terimasi tadbiq etish mumkin. Ya'ni hosil olganimizdagi o'zgarma sonda qo'yganimizda hosilamiz 0 ga teng bo'ladigan nuqtalar mavjud. Ya'ni hosil olgan paytimizda mana x teng 0, x o'zgarmas son c, ya'ni konstanta teng 0 sifatida olib qo'ygan bo'lsak, 0 ning kubi 0, 0. Ya'ni mana bu yuqoridagi tenglik bajariladi. Xuddi shunday, demak, x 0 da ya'ni x 0 teng 0. Xo'sh, demak, k teng 10 bo'lgan holatda 90 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, ikkinchidan, mana bu parabolani qaysi nuqtada o'tkazgan urinma -1 va 0, -1 va aniqdan bimiz 9 nuqtalarni birlashtiruvchi vektorga parallel bo'ladi degan belgi qo'yilyapti. Bu yerda yechishimiz demak, amiz -1
Bimiz 3. Harbiy vatanning burchak koeffitsiyenti, demak, kamchi burchak koeffitsiyentini topib oladigan bo'lsak, 9dan ayrilgan 3 minus 1, demak, burchak koeffitsiyentimiz 9ga teng bo'ladi. Eşittir x teng 2x. Xo'sh, x teng 2 tenglikdan faqat x teng 1dagina o'rin, demak, x teng 1 nuqtaga o'tkazilgan o'rinma, demak, vatarga parallel bo'ladi.